Sharqi Turkistondagi zulmlarga diqqat tortish va rayonda qurilgan yig'ilish lagerlarining taqilishiga chaqiriq qilish uchun inson haq va hurriyatlari insoniy yordam maxfiy, inson haqlari va adolat harakati boshchiligida nurg'unlagan ommaviy tashkilotlar IXX markaziga jam bo'lib, axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazdi. Sharqi Turkistonda yuz berayotgan zulmlarni ta'kidlab o'tgan tashkilotlar Xitoyni tanqid qildi. Yana bir tarafdan Yaponiyada yuzlagan kishi Xitoyning Sharqi Turkistondagi zulmiga norozilik bildirish uchun namoyish o'tkazdi. Xitoyning Pokistondagi Uyg'ur oilalarining ahvolini aniqlashga boshlaganligi o'tirg'i chiqdi. Eng yangi uchurlarga asoslanganda, Xitoyning Pokistondagi bosh elchiligining Pokistonda yashayotgan Uyg'urlarning ahvolini aniqlash uchun tekshirish jadvali tarqatganligi, bu jadvalda oila a'zolarining kimlik, adres qatorliq butun ma'lumotlari, shundaqla Sharqi Turkistondagi yashayotgan oilasining adresi va yaqinlarining uchurlari, qayerdan ko'chib kelganligi qatorliq barliq uchurlarning to'ldirilishi talab qilinganligi bildirildi. Kanada Xitoyda o'limga hukm qilingan fuqarosi uchun Xitoydan marhamat talab qildi. Kanada tashqi ishlar ministri Chrystia Freeland Xitoyda tutib turilayotgan va o'limga hukm qilingan Kanada fuqarosi Robert Schillenberg uchun rasmiy marhamat telekini Xitoy bosh elchixonasiga yetkazdi. Amerika Mudofaa Ministrligi Pentagonning Xitoyning harbiy kuchiga doir yillik doklati deb bilingan Xitoy dunyoviy kengaymichiligining Amerikaning davlat mudofaasiga bo'lgan ta'siri nomli doklati e'lon qilindi. Amerika Mudofaa Ministrligi Xitoyning harbiy kuchiga doir doklatida Beijingning Jibotidan boshlab Afrika miqyosida harbiy baza qurishning Xitoyning raqib kuchlarining harbiy kuch ishirtish iqtidorini o'stirganligi, shuning bilan birga bir balvoq bir yo'l qurilishi orqali davlat sirtida harakat qilish iqtidorini oshirganligi ko'rsatildi. Malayziyada o'tkazilgan 2019-yillik Miyipla Olimpik suzish chempionlik musobaqasiga qatnashmoqchi bo'lgan Isroiliya tanarkachilarining Malayziyaga kirishga ruxsat qilinmagandan keyin hukumat yana Isroiliya qatnashgan har qanday bir faoliyatga sohibxonlik qilmaslik qaror chiqardi. Malayziya tashqi ishlar ministri Sayfuddin Abdullah kabinaning o'tgan hafta Isroiliya fuqarolarining tanarkat yoki boshqa faoliyatlarga qatnashish uchun Malayziyaga kirgizmasligini qaror qilganligini ta'kidladi va hukumatning Malayziyada o'tkaziladigan musobaqaga qatnashmoqchi bo'lgan Isroiliya tanarkatchilariga ruxsat qilmaslik masalasida murassa qilmaydiganligini bildirdi.